Ish jarayonida xato qilmaslik uchun tibbiyotni ishonchli joyda o'rganishingiz kerak. Toshkent tibbiyot texnikumi aynan siz uchun. Bu yerda tajribali ustozlar qo'lida professional bilimga ega bo'lasiz. Kafolatlangan amaliyot, haqiqiy kasalxonalarda tajriba orttirasiz. Amaliy darslar orqali mustahkamlangan ko'nikmalarga ega bo'lasiz. Bizning bitiruvchilarimiz bugun respublikaning eng yaxshi tibbiyot muassasalarida ishlaydi. Chunki biz faqat nazariy emas, hayot uchun tayyorlaymiz. Undan tashqari faqatgina Toshkent tibbiyot texnikumi rus guruhlarida o'qish imkoniyatiga egasiz. Hamshiralik, davolash ishi, farmatsiya yoki stomatologiya to'rtta yo'nalishdan birini tanlab, atigi 3 yilda davlat namunasidagi diplom qo'lingizda bo'ladi. Bu diplom davlat ham, xususiy tibbiyot muassasalarida ham birdek tan olinadi. Siz xohlagan joyda ishlaysiz. O'qish tugagach biz sizni ish bilan ta'minlashni kafolatlaymiz. Xorijda ishlash yoki o'qishni davom ettirish rejalashtirganlar uchun ham to'liq qo'llab-quvvatlash mavjud. Hujjat topshirish oson, suhbat asosida imtiyozli. 11-sinfdan keyin muammosiz qabul qilinasiz. Yuqori yosh chegarasi yo'q. Agar yoshingiz yetmasa, hoziroq o'z joyingizni band qilib qo'yishingiz mumkin. Moliyaviy jihatdan qulay, to'lovni bo'lib to'lash, ta'lim kreditli va kerak bo'lsa o'qishni muzlatib turish imkoniyati ham bor. Biz yangi muassasa emasmiz. 2025-yilda 400 ga yaqin, 2026-yilda esa 700 dan ortiq bitiruvchilarimiz to'liq tan olingan diplomlarga ega bo'lishdi. Toshkent tibbiyot texnikumida 2026-yil qabuli boshlandi. Hoziroq murojaat qiling va o'z joyingizni band qiling. Sizni kutamiz.